O'zbek shou-biznes olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerlar haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbek shou-biznes olamida katta shov-shuvga sabab bo'lgan Like Cube musobaqasi bekor qilindi. Bunga sabab bo'lgan holatlar yuzasidan loyihaning asosiy tashabbuskorlaridan biri aktyor Alisher Uzoqov jamoatchilik oldida chiqish qilib uzr so'radi. Ko'pchilik muxlislar uchun albatta noxush holat, chunki qizig'i juda katta edi. Ammo bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Mana shu turnirni to'xtatilishiga va jazolanishi kerak bo'lgan odamlarning jazolanishi, jumladan meni ham bu juda to'g'ri qaror. Hech qanaqa e'tirozim yo'q, faqatgina katta jamoa katta ish qilgan edi. Qolaversa, bizning hamkorligimiz oldida ham o'zimizning mas'uliyatlarimiz bor edi. Hali ham bor va shuning uchun tegishli idoralardan, xalqimizdan uzr so'rayman, deydi Alisher Uzoqov. Ma'lumot uchun, avvalroq Toshkent shahridagi Jaz stadionida o'tayotgan Like Cube turniridagi san'atkorlar va blogerlar o'rtasidagi ommaviy janjal kelib chiqqani edi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.